Hamma uchrashuvdaman, xavotir olmang. Kreditim, kontragim jonga tegdi. Nima bo'lsa bo'ladi, shunga ergataman. Aqaqqa kirgan bo'lsa nima bo'pti? Qani endi u? Jonim. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Mo'ylovlaringiz yarashganini qarang. Bamisol yangi maysadek hilpirab turibdi. Bunaqa shapka dunyoda 2 dona. Bittasi Ronaldoda, bittasi sizda. Qarang, u yerda magazinlar bor ekan. Bitta ikkita narsalar olasiz. Keyin yondagi restoranga kirib obed qilarmidik a? Kafe restoranni qo'ying, men bu paketni bekorga ko'tarib yurganim yo'q. Mana men uydan spesialni sizga mana qotgan nonlarni olib keldim. Maza qilib yeymiz. Magazinga kirib nima qilasiz? Erta ham hozir yangi yilga hamma joyda aksiya bo'lib yotibdi. Mana sizga yangi yilga sovg'a. Keyingi sovg'a, dading sochlaringizni tarab yurasiz. Keyingi sovg'a. Stop. Bu nima? Birinchi sinfda archa bayramda ishlatilgan jiyaningizni zarini olib kelganmisiz? Sovg'a. Shoshmay turing. Mo'ylovingiz ham joy yarashgan, yo'q, qish o'sganmi? Bu shapkangizga keladigan bo'lsa, yo 90-yillarda tog'am mol boqqanda kiyardi. Bo'ldi, men ketdim. Sovg'ani oxirigacha olib ketsangiz degandim. Mo'ylovlaringiz bunchalar emayin. Bilaman. Shoshilma qizgina shoshilma